Qiz birdan yig'lagandan keyin yig'lashdan to'xtab so'zlashga boshladi. Kechiring, men o'zimning allaqachon o'lib ketganligimni unutib qoldim. Nima? Bu gapni anglab kallamdan tutun chiqib ketdi. Undaqda men hozir o'lib ketgan bir odam bilan. Yo'q. Bir odamning ruhi bilan paranglashtimmi? Nervlarim qalayma-qallashib, o qiz menga yana bir qitim qartila qechishga tayyorlanib bo'lgan edi. Mendan qo'rqmang, dedi u xuddi ko'nglimdagini bilib qolgandek. Yo'q, qo'rqmadi, dedim men duduqlab. Endi men sizga deb berishni ishlarni deb beray. Qanday ishlar u? Dedim bu ruhning menga yana nimalarni bildirmoqchi ekanligiga qiziqib. O so'zini davomlashtirdi. Men sizga bayaman malika dedim. Bu rost. Men shu joydagi podshohning birdan-bir yolg'iz qizi Xurshida. Lekin dadam va men hamda boshqa qifalar o'lib ketgan nurg'un yillar bo'ldi. Chunki shu vaqtlarda mamlakatimizda bir jon olg'uchi negiz kasal tarqalgan edi. Bu kasalning tarqalishi ham jonni elish sur'ati to'liq tez edi. Bu xil kasalga giriftor bo'lganlar istirib o'zligidan o'tda qizib va kerak bardoshlik berganlar 2 hafta bo'lmasa bir haftalar jondan ayrilibdi. Ordadagi davlat teplarimi bu kasalga qarata birer amal qilolmadi. Bu kasal shahrimizda davomli turda tezlik bilan yomridi. Qochqonlar qochib, o'lganlar o'ldi. Qiz so'zlab mushaga kelganda yig'lab ketdi. O o'lib ketganlarga to'limi ichinigandek qilardi. Bir kuni o'zimning keljaklari bilan hujramda kengash o'tkazib o'tdim. Bir chaqda bir kelajak yugurib kirdi. Menga ma'lum bo'lg'ay, bir kishi siz bilan ko'rishmoqchi ekan, jon taqishgan ishlaydi. deb xabar yetkazdi. Men u kishiga kirishga ijozat berdim. Kelajeklar boshlab kirgan, sochlari to'lindek o'sib ketgan. Sochlari qalayqan qo'yib etilgan. Qarasimi odamni qo'rqis kelgidek, darishbat bir odam edi. U kishi asta menga salom bergandan keyin men ijozat berib bo'lguncha o'rnidan turib ketdi. Bu odamning menga adabsizlik qilganidan norozi bo'lib, "Endi gap qilay" deb tursam, u kishi o'zi eg'izlashdi. Malika, mumkin bo'lsa, ikkimiz yolg'iz ham suhbatda bo'lsak, dedi. Men uning maqsadini tushunib, keljaklarimni chiqardim. Hujurda ikkimiz yolg'iz qoldik. U so'zni boshladi. Malika, silini izlab kelishimda bir muddaim bor. O'zim mush podshohlikning bir fuqarosi bo'lish suhbatim bilan mamlakatimizga keladigan balo-ofatdan silini xabardor qilg'im keldi. Bu ishni faqat o'zlari qila oladilar. Fuqarolarni silini qutuldira oladilar. Gapimni tushunmadim. Nima balo-ofat? Kimni qutuldirish u? Malika, silidan yoshurmayman. Shahrimizda hozir bir g'aliz kasal tarqalyapti. Buni intoyin obdan biladilar. Lekin bu kasalning manbasi qandoqdir maynatchilik va nejisdan tarqalgan kasal emas. Bu kasalning manbasi odam xiyoliga keltirmaydigan sirliq maxluqlarning qilgan ishi. Nima? Maxluq? Sen nima demoqchi? Alvat qilgan ish demoqchi Malika. Bu gapni anglab o'rnimdan turib ketdim. Gapimni anglasala Malika. Shahrimiz qarg'ish ichida qoldi. Shahrimizni jin urdi. Malika, ma'tumarni bo'ynlariga esib olsala. U shunday qildi, bir yeshirani tushib tashlab menga berdi. Men bo'ynimga tumarni esib oldim. U tumarni esib olganimni ko'rib, so'zini davomlashtirdi. Malika, o'zlariga bir ishni day. Agar sizlar tumarning haqiqiy egisi bo'lmasalar, Alloh sizlarga uchrab qolganda, tumar nur taqib sizlarni qo'g'daydi. Lekin tumarning haqiqiy egisilar nurning ta'siriga uchramaydi. Sizlar tumarning egisi bo'lmasalar,
Nurning ta'siriga uchrab, nur badallariga kirgan vaqtdan boshlab 3 kundan keyin hayotlaridan ayriladilar. Ruhlarimo tumarga bog'lanib qoladi. Toki tumarning haqiqiy egisini topguncha ruhlari aram topmaydi. O kishi shu so'zlarida bo'lib bir isqa o'xshash simashuslab tarib ketdi. Men joyimda o'tirib qoldim. Demak, shu jiddiy qiyinlarning bu kesaning sababini bilmaslikning sababi bunday ekanda. Shularni o'ylab asta hujramdan chiqdim. Osmonga qarasam, osmon qardab atrofda qip-qorong'i bo'lib qolgan edi. Atrof sal qip-qorong'i bo'lib qolgan edi. Lekin o'rda ichida hech bir jonliqdan asar yo'q. Osmon texmo qorong'ilashdi. O'rdaning hamma joylarini degidek aqtirib chiqdim. Odam tursin biror chashqinmi ko'rinmaydi. Ümidsizlik ichida hujramga qarab mangdim. Yo'lda birasi menga aytib olgandek tuyg'u bo'lmoqda edi. Hujramga kirib qara degandek to'rsiga qarab qoldim. To'rsiga xuddi isqa o'xshash so'z. Lekin chiroyi chirib to'nuqsiz bo'lib ketgan. Badanining qaysi tarafi, puti qaysi tarafi qo'li borligini bilgil bo'lmaydigan, chang to'zandek bir yerga chekilib turgan noma'lum jonliqdan ikkisi zahar ko'zlarini menga tikib turardi. Qo'rqganimdan to'lib etdim. Mening vaqirganimni ko'rgan u ikki jonliq menga tanglay qildi. Tuyuqsiz bo'ynimdagi tumar yashil nur tarqatib, u ikki narsa xuddi boshlari qattiq og'rib ketgan odamdek beshini tutib, o'zini yiroq qilib ketishdi. Arqada menga tuvandagi ovozlar alindi. Tirkashkinim bilan bekor malika. İnsanlar bizni qo'g'lab, yashardan bir kishilik o'rin berdi. Hatto davlatlarni makon tutsa, bizni uchibodak taraflarni kesib atdi. Xona qatorlarga bosaq urt qo'ydi. O'zlari o'ltirmaydigan ko'ni o'ylarga bosaq chiqardi. Shunga biz o'zimizga tushmagan bizda bu yerni to'lladik. Ne için bu yerni tanlaysizlar? Niçin? Bu sualni yaxshi so'radi. Odamlar qachon bizga makon berib boqdi. Bo'pti. Makonlarimiz bo'lmaydi. Biz bizdan makonni nemisatdan vayron qilamiz. Ayting boqalmaylikka. Zodi nemisatdi. Biz sizlar insonlarni hech bir narsalar boqmagan. Shundoq turibli, nemisatdan bizdan yirgini. Bizning makonlarimizni vayron qilasizlar. Deb boqalmaylikka. Әмсі мен үшін бұл өтік кішілеріне қоғыл етмей, оларға ваба тарқытсызlar? Несін дауғансың, Мәлике? Çünkü bilemu bizni qirg'in qilibdilar. Şunu biz qiyindoshlarımızın o'chini oldik. Sizlar daldarak kaskanda, o't qo'yganda, nurg'un qavm qiyindoshlarimiz kenjin oylaydi. Ular oldida bu shahrimdagi o'lganlar nimasi? Ben bir işimi bilenmem kaldım. Helik narsa hem söz açtı. Tumarning nuri badaniga kirdi. Endi sen 3 kundan keyin hayotingdan ayrilasan. Sen o'lganda tumarning xosiyatini vaqtincha yo'qotdi. Sening ruhing tosh tumarning haqiqiy egisini topguncha tumarni qo'g'daydi. Tumarning haqiqiy egisi men zot qanday topaman? Sen tumarning haqiqiy egisini topganda tumar tilkirib so'zlaydi. Tilkirib so'zlaydi? Shunda O şu gapni degandan keyin havoga tarqalib yo'qolib ketdi. Meni bitiraloq degandek 3 kundan beri qattiq ushlab qoldilar. Qo'rsqim etib bo'lolmadim. Tamoq yeb baqdim, suv ichib baqdim, lekin yana ushlab bardosh berolmadim. Ölüp ketganligimga ko'zim yetdi. Shuning bilan asta hujramga kirib, karvatga chiqib yotdim.
Şu uxlagancha uxlab ketibdiman. Qancha vaqt o'tgan, o'rnimda tursam hech bir uxlaganday qilmadim. Yerga tushib karavotga qarab qo'rqib ketdim. Chunki karavotda film yotibdi. Shu chaqlar o'lganlikka qattiq yig'ildim. Lekin nima taqdirimga tan berib, mushu yerda qoldim. Vaqt asta-asta o'tmoqda. Vaqtning o'tishi bilan imoratlar bir-birlab bo'lib tushdi. Bir kuni yer qattiq tarab barliq imoratlar tuz bo'ldi. Lekin birla uy yer tarashga chidab turibdi. Qarasam dal mening jasadim bor uydi. To'g'ri, sedimda tumor bor, shunga uy bo'lib tushmabdi kerak. deb o'yladim. Asli yer tarashning sababi Allohdan keldi. Ben onu kechikib kelibdiman, lekin bir ishni hozir qilib tushundim. Allohlar shu men hayot vaqtida uchratgandan keyin menga qayta ko'rinib baqdi. Keyin ular bu yerga o'rmon paydo qilishdi. Keyin bu o'rmon bilan odamlar dunyosining 7 yilda qayta tutishini qilib tilsim qildi. Shuning bilan shahrimiz kishilar tarafidan mavjudlikka unutilib ketildi. Bu yerga doim yurgan odamlar dunyosidan kelgan jin arvoh Alloh kelib makon tutdi. Deyishimcha ular bu odamlar tarafidan zarbaga uchrab qaytib kelganlar. Qiz, yo'q, arvoh shundoq deb so'zini tugatdi. Men birdan turib olgandan keyin uningdan so'radim. Undaqda tumorning haqiqiy egisini topa oldingizmi? Topdim. Bu gapni anglab darhol uningdan so'radim. Ems kimki? Buni bilmayman. Lekin sizning hamrohlaringiz birinchi bo'lishi mumkin. Chunki Alloh tarafidan to'sib qilgan bu o'rmon 7 yilda qaytib ochildi. Sizlar o'rmonni kasab qilishinglarga yo'l ochib ketdi. Bu yo'l oldingi ishib bo'lgan. Yana ochilganga 6 yil bor edi. Lekin sizlar ketishinglarga yo'l ochib ketdi. Uni ustiga ham 7 yilda ochilgandan tam kechidan oshganda 15 yil atrofida ichiladi. Sizlar bu yerga kelishinglarga yo'l ochildi. Buningda shuni jazm qilamanki, ularning egisi sizning hamrohlaringizning birisi. Balki siz bo'lishingiz mumkin. Bu gapni anglab sal qo'rqib qoldim. Chunki navbat tumorning egisi men bo'lib qolsam, yana nima kunlarni ko'rishimni bilmayman. Agar tumorning haqiqiy egisi topilsa, nima yuz berdi? Tumarning haqiqiy egisi bo'lsa, u kishi tumarni elib iblis bilan ko'rishidi. Andın Allah için arvah diyenler teniş kıldı. İblis diyenler zadi kimler? Kandık teniş kılıdı? Ular ne ben bilmeyim. Bilişimci iblis insan bilen cin Allah'lar arasındaki tost bulup, ular Allah cinlerini Adem nesliye göründürmeydi. Ular değil, meyve insanlara zengin kılmaydıgan, hem de insanların közüne meyve görünmeydigan kıldı. Şundak bulganlar cin Allah'lar teniş buldu. Biz hazır vaktini ötküzmeyi tezini emrahlarını tapaylı. Hem siz ular bilen bizim minak cesim var yerge varaylı. Tumarına ilk sepilsizler şu kişi yol açamaydı. Bu gapni anglab, darholla hamrohlarim yodimga yetdi-da, uni deydim. Amisa hamrohlarim nada? Buni bilamsiz? Albatta bilaman. Kelimda yurib. Arvoh shundoq deydi-da, oldiga qarab minishga boshladi. Uning hikoyasiga qiziqib, hamrohlarimni unutib qolgan ekanman. Endilikda ulardan ansirashga boshladim. Mana, o'rmonda ketyapmiz. Tuyuqsiz atrofdan shipir-shipir ovoz chiqishga boshladi. Arvohmo darhol to'xtab, atrofga nazar selishga boshladi. Menmo atrofga qarab o'tdim. Tuyuqsiz bir qiyri daraxtning echilib qolgan qornida bir jup qizil ko'zning menga g'azab bilan qarayotganligini ko'rib qoldim. Qo'rqqanimdan yuragim tez-tez so'qib ketayotdi. Oh, Tangrim, qanday qilay? Bu chiroyning badbashirligida qayt ko'rib qolg'im yo'q edi. Chirib ketgan chiroy. Qaysi qo'li, qaysi puti ekanligini bilgili bo'lmaydigan. Tumonga o'xshash yeyilib turgan. Xuddi malik tasvirlab bergan olvosliga o'xshash bir narsa edi. Malikimo men ko'rgan narsani ko'rgan bo'lsa kerak, u narsaga qarab, xuddi muyishdan qo'rqqan chashqandek titrab turib to'g'ladi. Allah'ım, bu sen.
O narsami o'zining sezilib qolganligini bilgandek, asta-asta daraxt kavukidan chiqdi. O chiqishi bilan osmon qorong'ulashib, atrofni quyuq tuman besishga boshladi. Endilikda o narsani aniq ko'rdim. Üstü beshi qop-qora raxt bilan o'ralgan. Ikki nursiz ko'zi va chirib ketgan chiroyidan bo'lak hech qaysi yerni farq qilg'ili bo'lmaydigan narsa edi. Birdamdala osmon qorong'ulashib, o'rmonning hamma yerlarini tuman besib, atrofni farq qilg'isiz bo'lib ketdi. Malika! Sen bu insonni bu yerga akilib, o'limga tutdading. Sirimizni oshkorlab qo'yding. O'zimcha tumanni shunda oson uyg'ota olayman deb qoldimmi? Shuni sana deb qo'yay. Sen bu odatdagi odamlar bilan tumanni hargiz uyg'otolmaysan. Bizning jin Allohdi ruhlardan tuzilgan qo'shinini tumanni qattiq muhofaza qilyapti. Sen hargiz tumanni uyg'otolmaysan. Herkes uyg'otolmaysan. O narsa shundoq deb qattiq kulvatdi-da, atrofdagi tuman bilan berkib ketdi. Orqadalar tuman orasidan bolalarning kulishib o'ynayotgan, itlarning havlishigan ovozlari va ayollarning ichinishli chirqirgan ovozlari anglashga boshladi. Bu ovozlar yurakimni siqib, jinimni ozlab qo'ydi. Tuyuqsiz osmondan bir o't tushib, Malikaga tutashdi. Malika o'zini bu yoqqa elib qochgan bo'lsa-mu, o't uning badaniga tutishib, Malikaga yepishdi. Malikami tuyuqsiz güppidi qilib bir parcha o'tga aylandi-da, osmonga ko'tarilib g'oyib bo'ldi. Bu ishlardan nima qilishimni bilolmay tursam, tuman ichidan qip-qizil kiyim kiygan, sochlari qalaymaqon, lekin chiroyi yiqishliq bir ayol men tarafga kelishga boshladi. 4-qism. U ayol mening yonimga keldi-da, menga qarab chiroyini turdi. Endilikda uning boyiq chiroyidan asari yo'q edi. Chiroylari ko'kirib, ko'z qarchuqi ichiga kirib ketayotdi. U kappada qo'limni tutdi-da, asta elib maqdi. Uning qo'liga asta qalbidan Alloh Tanrım. Buni qo'l degandan ko'ra daraxt shexi degan tuzuk edi. Qo'l qurib qolgan bo'lib, terilari ustixonlariga chaplashib ketgan edi. Bu ayol meni birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa ilib menib, bir ko'ni xarobalik kelib keldi. Hamda asla to'xtab menga qaradi. Sizlar mushtiyaga kelib tumanni uyg'otsizlar, dedi va orqadan asta suslab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz beshim omburda qilgandek qattiq og'rib, ko'z oldim qorong'ulashdi. Bir chaqda bir to'g'lig'andek qilib, asta ko'zimni ochdim-yu, ko'z oldimdagi manzaraga ishonmay qoldim. Chunki oldimda Kerem, G'ayrat, Mohira va Olmiralar turardi. Olmira mening beshimni qarab turardi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Deb so'radi Olmira. Ha, xili yaxshi bo'lib qoldim. Men ular bilan bir qur ahvolishib olgandan keyin meni qanday topganligini so'radi. Biz o'rmonda aylanib yursak, tuyuqsiz atrof tuman bilan qoplandi. Hammalar qo'l tutishib, chambar shaklida joyimizda o'tirdik. Atrofni farq etkisiz darajada tuman qoplab ketgachga bir-birimizning chiroyimiz g'oy ko'rindi. Bir chaqda tuman asta tarilib ketdi. Qarsak sen bizdan 10 metr narida chimmi deyibsan. Bulg'a ishlar shu. Ha rost, tushdan burun nima uchun qochib ketsan? Men Juaman yiliqi yayloqni va yiliqi olvosda bo'voyni asga oldim. Ko'rganlarimni ularga berdim, ularni qo'rqqandan titrab ketishdi. Ba'zilari qilishga boshlagan edi. Men ulardan so'radim. Men ketgandan keyin qanday ishlar yuz berdi? Sen ketgandan keyin bo'voy chiqib kiray. Hozirlik kirmaydi-da chiqib ketdi. Dasturxonni qurg'idab, qo'shaqlarimizda bir qur aslalib olgandan keyin bir-birimiz bilan paranglashib boshladik. Keyin qanday uxlab qolganimizni bilmay qoldik.
Uyg'onsak o'rmonlikda turibdimiz. Shuning bilan o'rmon isini izlab topdik. Tuyuqsiz atrof tumanlashib, sen paydo bo'lib qolding. Deb so'zini tugatdi. Men ularga yiliqi arvoh qizning aytganlarini deb berdim. Ular bir-biri bilan muzokaraga tushib ketdi. Bir chaqda Kerem o'rnidan turib bizga qarab so'zlashga boshladi. Bizning boshqa yo'limizmi yo'q ekan? Tavakküllar tumanni qishib berib boqayli. Aramizdan birashimiz tumanning haqiqiy egisi bo'lib qolsak, bu yerdan hayot chiqib ketamiz. Keremning so'zini hammaylar o'ylashib, to'g'ri tepishdi. Demasdimi, buningdan boshqa yo'l yo'q edi. Lekin hozir kech bo'lib ketdi. Yana bir soatdan keyin qorong'i tushdi. Eng yaxshisi bugun mush yerda orom elib, atadigan mangayli. Mangsaqmi, qaysi tarafga mangadiganligimizni bilalaymiz. G'ayrat shundoq deydi-da bizga qaradi. Hammaylar boshlarimizni lang'ishtib, atrofdan quruq daraxt shoxlari terib olib kelib, dovlab o't yoqdik. Hamda choy qaynatib, tomoq tutish qildik. Mana birdandala atrofga tun pardasi yeyilib, qorong'i bo'lib ketdi. Bek charchab ketgachkimikin, bugun bo'lgan ishlarni o'ylab, noit tezda uxlab qopdiman. Bir chaqda birsin o'qanda qilib o'rnimdan turdim. Qarasam, yiliq yoyliqda ko'rgan bovay bir necha odam bilan men qarab turibdi. Qo'rqib to'lay deb tursam, bir ig'izimni mahkam etib oldi. To'va, odamning qo'limi mushundoq so'g'uq bo'lamdi deyman. Qo'l shunchalik so'g'uq ediki, odamga mudish tuyg'u beradi. Bovay bularga bir ishorat qilib edi, ular meni so'rab elib mangdi. Ular meni bir qo'yuq o'rmonlar zichiriq yerga kelib qo'yibdi. Lekin nimishki meni bu yerga kelib kelisizlar? Kelgaylar. Boshda sizlarni ko'rganda to'namay qotdilar. Sizlarni qo'rqitib qo'ygan bo'lsa, meni keltirsalar. Buvay shundoq dedi-da, oldimda boyq kishilar bilan qo'l qo'shtirib menga egilib turdi. Nimani to'namay qopsa? Sizlar xilqilmaydilar. Sizlar tumarning haqiqiy egisi. Bu gapni anglab turibla qopdiman. Demak, do'stlarimning hayoti mening qo'limda. Endi qanday qilaman? Yana nima ishlar yuz beradi? Men ya tumarni qanday uyg'otishni bilmasam, asla umid bilan buvayga qaradim. Buvay mening ko'nglimdagini bilgandek so'zlashga boshladi. Sizlar tumarni qayerdan topaman, g'am qilmasanglar. Ertadigan o'rinlardan turganda bir tarafda duo tog'ni ko'rdilar. Tog' faqat 5 minutga ko'rinadi. Keyin yo'qolib ketadi. Shu ko'ringan tog'lar qarab manzillari tumar bor uyni topalaydi. Shuni eslatib qo'yadi. Men Allohlar tarafidan allaqachon asir bo'lib, ularga qul bo'lib boqaman. Kunduzlari mendan bakra ehtiyot qiladi. Amsa men ketdi. Buvay shundoq debla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hey, to'xtab tur. Tumarni qaysi yo'l bilan o'yiqdaman? Ketadigan yo'lni qanday qochaman bularni deb bermamsa? Hey! O allaqachon ketib bo'lgan edi. Bir chaqda birisining qattiq silkishi bilan cho'chib uyg'ondi. Atrof yurib ketgan bo'lib, allaqachon tong etib bo'lgan edi. Beshimni ko'tarib qardi. Meni uyg'otgani g'ayrat edi. O hammalarni uyg'otib bo'lgandan keyin bizga qaranglar, ol tarafda bir tog' ko'rinyapti, dedi. G'ayrat ko'rsatgan tarafga qaravidan rost degandek bir tog' g'uva ko'rinyapti. Men hammalarga qarab, "Ol tog' tarafni nishon qilib mangaylik", dedim. Men ko'rgan tushimni eslab, hammalar narsalarni yig'ishtirib, tog' tarafga minishga tayyorlandik. Qaysar, bizim uchun tog' tarafga qarab mangamiz? Deb so'rda Mohira sumkasini yuzib isitmoqchi. Men ko'rgan tushimni ularga so'zlab berdim. Hammalar hayron qoldi. Nima? Tumarni egisan ekansan? Deb so'rdi Kerem. Ha, tushimdagi bovay shundoq deydi. Hammalar bir-biriga qarshi ketgan edi. Bo'pti, nishonimiz tumar edi. Mana endi qayoqqa mang'animizni ham tumarning egisini biroq tepdimiz. Bu bo'lg'ini. Ko'ringan tog' yo'qolib ketguncha tez mangaydi. Dedi Kerem bizga. Hammalar tog' tarafga qarab mangdik. Biz minib
1-2 minut o'tmayla tog' suslab yo'qab ketdi. Hey, qaranglar, tog' yo'qab ketdi-ku. Dedi Mahira jiddilishib. Xotirjam oldimizga meniverayli. Tushimdiki bu oy menga tog' faqat 5 minutlik ko'rindi. Shu tarafni nishon qilib mang degan edi. Bu so'zimni anglab, hammaylar xotirjam bo'ldi. Yana kulki chaqchaq bilan yo'limizni davomlashtirdik. Birer soat manga osmon qora bulut bilan to'lib ketdi. Bu nimiz? Boyatda havo chiqidi-ku, osmonni kichik tartib qistavattamda nima? Almiraning so'zini anglab, hammaylar qoqoqlab kulib ketdik. Tuyuqsiz qushlarning o'rkib uchib ketgan ovozi bilan tanga o'rmonni yana bir xil vahimalik tuman qoplashga boshladi. "Nereden kelgan tumandu bu?" deb so'radi G'ayrat. "Diqqat qilinglar, bir-biringlarning qo'lini ching tutib, hargiz ayrilmanglar," dedim men hammaylarga. Tuman birdamdala atrofimizni qoplab 50 santimetr joyini oran g'uva ilg'i qig'ilib bo'g'idek darajaga yetdi. Nima degan quyuq tuman bu? Oldingi qitimdimi quyuqmi nima? Almira shunda qo'tirib qo'ydi. Ko'nglim bir xil shimliqni sezib turardi. Birdala Almira qo'lini mendan tortib oldi va yana bir qo'limni tutdi. Bu qo'l shunchalik sovuq ediki, sovuqligidan to'g'a atlarim chiqib ketdi. Tuyuqsiz Almiraning Qaysar, qo'lingiz nimadan muzlab ketdi? degan ovozni angladi. Nima chaqchaqlab o'tasiz? Sizning qo'lingiz muzlab ketibdi hozir. Tig' mening qo'lim muzlab ketibdi demish. Bu gapni deb bo'libla yuragimni bir xil qo'rqinch chirmab olgan edi. Asta beshimni egib, qo'limni tutgan qo'lga qardim-yu, cho'chib ketdim. Chunki qo'limni tutib olgani xuddi o't kuyib ketgandek qora ko'rinadigan bilaklarining u yer bu yerlarning go'shtlari ko'rinib qolgan bir qo'l edi. Chirqirgan bedi qo'limni silkib, qo'limni tortib oldi. U qo'limni qo'yib o'tdi. Tuyuqsiz G'ayratning "Almira, nimishqa qo'limni qo'yib o'tsiz?" degan ovoz anglandi. Orqadan Almiraning taxminan 3-4 metr nerisida "Qutqizinglar! Qaysar, meni qutqizinglar!" degan ovozi anglandi. Almiraning tug'ilishidan Almirani arvohlarning elib mong'inni faraz qildim. Hammaylar qo'limizni bir-birimizdan qo'yib o'tmay, o'rnimizdan tana turishdik. "Meni qo'yib o'tinglar! Men Almirani qutqizman, meni qo'yib o'tinglar!" Asabiylashib ketgan edim. Yuragimning parisi bo'lgan qizni bekordan bekor nadan paydo bo'lganini bilgili bo'lmaydigan noma'lum narsalar tutib ketsa, albatta chidamayman-da. O'zing besvol Qaysar. Biz Almirani nasraymiz. Biroq hozir quyuq tumanda Almirani topimiz deb, yana birarsimiz u narsalarga qurbonlik bersak, sen chidayolamsan? Endi Almira hayotidan ayrilsa, sizlar chidayolamsizlar? Shu so'zimni tugitishimga havodan keldimi yoki boshqa tarafdan keldimi belgili bo'lmaydigan bir ovoz anglandi. Hamma qurbonimiz bo'lisizlar. To'g'ri deb olsam-ku, hargiz uyg'otamaysan. Bo'lmasan, odatdagi inson bolasi. Tuyuqsiz oldi tarafimda shakli odamga o'xshaydigan, ikki ko'zi cho'g'da yenib turgan, oldingi qitim Malika bilan ikkimizga uchirgan olvosli paydo bo'lib, isqi o'xshash qo'li bilan meni ko'rsatdi. U so'zni davomlashtirdi. "Sen hargizmi tumorni uyg'otamaysan. Agar sen tumorni uyg'otsan, sen iblislar bilan ko'rishkicha biz sizlarni o'ldirib bo'lamiz. Sizlarning o'limdan boshqa chiqish yo'llar yo'q." Uning qattiq kulgisidan hammaylarning tanlari shurkinib, bir-birimizga choplashib qoldi. Tuyuqsiz u g'oyib bo'ldi. Lekin tuman hech bir taraf ketadigan emas. Osmonmo rangini o'zgartmay, shu bit qop-qora holatda. Biz nima qilishimizni bilolmay bir-birimizga qarab turardik. Birdilla tuman orasida o'tga o'xshash kuyayotgan bir yo'riqlik paydo bo'ldi. Orqadilla bir ovoz anglandi. Tumarlar egisi, hargiz qo'rqmag'in. Men sizlarga har vaqt hamroh bo'laman. Gerçi Alvaslarga qul bo'lib ketgan bo'lsam, sizlarga chuqur yordam qilaman. Alvasning sizga hargiz ishonmang. Bu yerdagi nahaq o'lib ketgan fuqarolarning ruhlari sana yordam qiladi.
Cüretsiz bol, bu küçük tuman sana toskun bolsa olmaydı. Nişanını herkes özgetme. Udummanqın, sana amallık dileymen. Bu ovozni men tonib oldim. Bu dal Malik Xurshidning ovozi edi. Malika, bu sizmi? Gap qiling. Sizdan so'rab baqay, tumarni qanday uyg'otaman? Ular mening hamrohimni tutib ketdi. Ular uningga chiqilmaydiganmi? Gap qiling Malika. Yana shu yo'riqdan savollarimga javob qaytdi. Tumanni o'ygu tutishini rostini bilmayman. Lekin hamrohimni nayir ketdi, buni bilaman. Hamrohimni tumarga o'ylab bordi. U hamrohining ro'yi orqali filmni harakatlantirib, uni tirik jasad qilmoqchi. Vaqtincha unga zarar yetmaydi. Men buning Malik ekanligidan ozroq gumon qilishga boshladim. Chunki men Malik bilan ko'rishgandan tortib, u meni sallab boqmagan. Shuni o'ylab ovoz qo'ydim. Sen rost Malikmi? Malik meni azaldan sallab boqmagan. Meni siz deb ataydi. Sen zodi kim? Tuyuqsiz ovoz yig'i ovozga o'zgardi. Orqadan Men rost Malikka siz balkim sizning saniyatligimni qabul qilgan bo'lsangiz bo'ladi. Men Allohning tabibiga qul qilingan. Shu sababni hozirlik qilib rost gap qilgan bo'lsam, sizni saniyat soldim. Her vakit menle Kur'an'ın ruhları sizlerge hemden oldu. Bana işinim, hayır, ben bu yerde uzun duralmayın, özümleri asırama. Dedi, arkadan yelakı yoğurukluğumu huvalışıp yoqap ketdi. Tez mağaylı, al mirani kutkulunsak bulmaydı. Bir-biringlarning qo'lini mahkam tutinglar, herkes qo'yatmanglar. Ularni askartib etgandan keyin sumkamdan qo'lchiraqni ilib yiqitmang. Her holda qo'lchiraqning ozroq bo'lsa foydasi bo'lib o'tadi. Qo'lchiraqning nurini qayoqqa tutgan shu tarafga tuman tayyorlab o'tadi. Buningdan hayron bo'lib hamrohlarimga sizlar bunda qilib ishni ko'rib boqqanmi deb so'radim. So'zimni anglagan kerak. Yo'q, ko'rib boqmagan. Bunda ishni tunji ko'rishim dedi.